Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Azizbek Minecraft va bu videoda men 24 soat bomj bo'lib yashab ko'raman. Hozir to'g'rimdagi bola bilan tanishamiz, u boy bo'lib yashab ko'radi. Xo'p. Qani, mana hozir uyimni bir ekskursiya qildirasizlarga, mana to'r bosib ketgan va loydan qurilgan chiroyli uycha aksiga olib yomg'ir yoqyapti. Ana boy aka bizga qarab turibdi. Boy aka Qalaysan? Yaxshi. Bor, meni uyimga qo'ram qilasan, kirma bu yerga. Endi shunchalik kibr bo'lib ketdingizmi, boy aka? Aha, endi sen kirsang bo'lmaydi, bor. Men oyoqlarim toza qo'yqmen. Oyoqlaringni yuvib ko'r. Oyog'im siz qog'oz atib ko'r o'sha. qani? Oyog'im sizdan toza. Olani atib ko'r oyog'ingga shunga. O'zi bir narsa devorsam mayli, mana artib qo'yavering. Mana nima qilish kerak, boy aka? Meni uyimni yaxshilab tozalab bersang, senga olmos beraman. Nechta olmos berasiz? 10 ta. Wow, bo'ldim. Bo'ldim, men albatta tozalayman. Men uyga borib kelaman. Ha, bo'pti, hozir men chatga qilib tozalab beraman. Siz ketavering. Narsamga tegmagan. Xo'p. Mashina narsalaringiz teyinman men. Qo'shni bo'lsa axir, ana tozalayapman sekin-sekin. Aytib qo'ydim. Bo'pti. Uylarni chiroyli qilib tozalab qo'ydim, men ketyapman. Bo'pti, mana. Ko'raylik-chi. Ketganga o'xshayapti. Qani bir wow, shuncha narsa. Yaxshi, bularga tegamiz. Bitta dona olmos olamiz. Va mana ochib tashladim, eshiklar uzras. Mana tozalab tashlayman men hamma yo'qni. Tozalab tashlayman. Men tozalab tashladim shuncha joylarni. Endi menga 10 ta olmos bersa boy aka, yaxshi bo'lardi. Boy aka, keling, mana eshikni ochib beraman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mana hamma yo'qni chinni-chiroq qilib qo'ydim. Qani, meni hech narsamga tegmadingmi? Nega meni olmos blokimdan 63 ta qoldi? Men tekkanim. Yo'q, men o'g'irlaganim yo'q. To'g'risini ayt. Yo'q, o'g'irlamadim. O'g'irladim mana. Okey, endi senga 9 ta olmos beraman. Boy aka, o'zi. Voy, qo'ymayman boy aka. Voy. Sizni borib bir narsa devoraman hozir boy aka. Bo'p 9 ta olmosmi bering, o'ldirganingizga yarasha endi. 9 ta olmosmi bering. Mana mashina ovozim 39 ta mana. Rahmat boy aka. Kakkiraz mana. Endi men bo'lmish vaqtman. Qaysi biring bo'lmish desang, og'zingni pul bilan yuraman. Qo'limdagini. Wow. Kayfmi? O'sh meni uyimda, sandig'imda 9 dona loy bor. Va yana bitta olmos blok bor. Endi men nima qilsam ekan? Boy aka, yana nima ishlar bor? Aytsangiz qilaveraman. Menga qo'yjunini olib kel. Qaychi bering. Hozir. Qaysiz bormish qilib yoki o'sha. Mana qachi, mana sen. Mashdami? O'zing versagini olib kel. Hammani versak bor, Ana ketdik. Menga bitta versak olib kel, senga ochiq qolgan temirlar o'zingga. Wow, молодец. Mujikda boy aka, mujik. Ana bitta qo'y. Endi ilat yopishib qoldim. Endi mana shu qo'ylarda jinini olsam, bitta jun, ikkita ekan, yaxshi. Ikkita boyota nechta jun bo'lishi kerak? Menga 10 ta jun yetadi. Yaxshi. Yana qo'ylar qayerda bor? Tezroq yur. Bittadan o'zimda ikkita jun tayyor. Va nima qilsam bo'ladi? Agar topolmasang 5 ta jun ham yetadi. Bo'pti, hozir to'g'rida bitta qo'y ko'ryapman va bang olindi. Desam bitta la'nat qo'y. Xo'sh, yana qayerda qo'y bor? U yerda qo'y yo'q. Bu qo'yni junni olganman va nima qilsam bo'ladi? Yaxshi, ko'p qiynalib yurmayman-da. Mana buni olib, mana buni ham olib turib, shunchaki boyasaga berib olaman. Yaxshi, mentlarni tozalab olaman birinchi bu qaychi bilan.
Xo'sh, oldim. Mana bu yerlarni ham tozalaymiz. Uyimni top-toza qilib olaman. Yaxshi va mana bu yerlarni ham bo'ldi. Mana shu yerni ham tozalasam, tamom. Tozalab bo'ldim. Mana boyota, mana olib keldik juningizni. Uyingni 5 ta olib kelding. Mana hozir ko'rib olasiz. Men 5 ta olib keldim, mana qarang. Mana sizga jun, qarang-da. Bu 4 ta-ku. Mana bitta qizil jun. Men senga oq jun deganman. Uni qayerdan olding? Yo'limdan qizil qo'y chiqib qoluvdi. Junini chopdim, bitta berdi. Ha, mayli, mana senga ol. Ya rahmat, mujik bo'ling. Yana. Yo, malades aka. Shunchalik mehribonsiz. Malades. Mana esa bu boyakani uyini deyman, narsalarni o'g'irlayman yuribman. Shunchalik mehribon boyaka bor ekan bizda. Lekin endi savol nima deyotaman? Xo'p, mana bu yerdan bo'ldi. Normalniy bo'ldi. Yaxshi bitta ish qilamiz hozir. To'xtanglar hozir. Men nima yana qilyapman? Boyaka shu bitta kirka berib turing, qanaqa bo'lsa ham, sinadigan bo'lsa ham, eski bo'lsa ham bitta kirka berib turing. Nimaga puling bormi? Qancha kerak? Yo'qsa 9 ta almas kerak. O'zi 9 ta, yaxshi 18 ta temir bera qolay. Ha, mayli. Berchi senga xos temir kirka bordir. Mana tashladim yaxshi. Ol mana. Bor ekanmi? Mana ishdan. Mana ol. Rahmat. Vau, malades. Olmos kirka bor. Olib bergan. Ha, bo'pti. Eshikni yopgan, avtobusga to'g'ganmisan? Ha, bo'pti, mana yopdim. Bitta so'rish qilamiz endi, qarab turinglar. Yo'qda kakras bitta qoshiqcha olmos blok bor ekan. Bu yerdan sekin o'tamiz, derzantaydan ko'rib qolmaslik uchun bizni. Mana shu olmos blokini oldim. Vau. Va biz sekingina qochib olamiz bu yerdan, bo'lmasa shu bo'ladi o'zi bu aka bizni. Va tezroq. Davay, qara, men o'ylagan reja ish berish kerak. Mana bunday va mana Nima qilyapti, xotirayapti. yaxshi bu. Boyaka kelyapti. O'zim hech narsa qilmayotgan deb tutaman. Mani ko'rdi, ajablanyapti. Va nima qilsam bo'ladi? Boyaka, Men bu yerga kirmayman va ustim kirib oladi. o'zi sizlar yechib kerak. Ha, boyaka nima kirdingiz? Kirkani nimaga olding? Mashdan ana olmos blogim qolib ketdi. Keyin mana shu qismni qo'lda tushmaydi bu. O'shaning uchun olmos kirka oldim, olish uchun. Mana bitta olmos yo'q. Mana uyim yonida bitta almas yo'q qolibdi. Sen qayerdan olding? Hamma yoqda tutishingiz mumkin. Lekin menda faqat bittagina o'zi bergan olmos blok bor xolos. Mana maytlarda ham hech narsa yo'q. O'zimning inventarimda bitta. Men yana kelaman baribir. Bo'pti, rahmat. Bolalar ishladi biz aylagan reja. Verstakda endi ko'rmadi yaxshi. Buni yaxshi ovolaman. Yana bir marta tekshirib kelib bo'lsa. Boyaka. Yaxshi hech kim yo'q ekan. Qani, boyaka kelyapti, bekin qayerga bekinsam bo'ladi. Mana masallarni bekin olaman. Ko'rmayman. Yaxshi. Yaxshi bekinib turaychi. Xo'p, uxladi bu boyaka uxladi. Sekingina uxlatamiz narsalarni. Yaxshi sekin ochaman, men uyg'onib ketmasin bu boyaka. Xo'p, bizga bitta kerak va bizga kerak nima kerak? Ko'p narsa bittadan olsam bilinmaydi. Yaxshi, bitta yana blok olaman, qochdik. To'xtanglar, qochish ketdi. Yana nima olsam bo'ladimi? Bo'ldi, shu ekan. Qoch. Endi turib bo'lmasa bo'ldi. Yopdim. Yaxshi, nihoyat. Nimadirlar eshitdik.
qanday bo'ldi? Boyagi o'rnidan turdi, yaxshi biz uxlaymiz. Voy, bo'ptimi? Uyqum keldi. Jam yotib turamiz. Qani boyaka kelyapti. Qani ko'raylik-chi. Kelgan yo'q, yaxshi uxlayapti. Biz sekingina o'z bitta ish qilamiz. Irsagim shetdami? Almozlar maydalaymiz va ustimizga bronya, ya'ni kiyim yasaymiz. Mana bunday va mana bunisidan oxirisi bo'ldi. Yaxshi hozir bulardan narsa kiyib olamiz. Vau, turganini qaranglar menga. G'irt turganini qarasan chiqib bor. G'irt turganini qaranglar meni ustimga. Qani ko'rasizlar hozir mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Voy iflos. Men hech narsa qilganim yo'q boyaka. Men topib oldim yo'ldan. O'lay agar topib oldim. Mendan ashuncha olmos yo'qolgan, sen qayerdan olding? Men bilmayman. Seni o'ldiraman. Men bilmayman rostdan. O'sini ayt. Yo boyaka tinch qo'ying. To'xta. Bo'ldi boyaka, bo'ldi. Men taslimman. Hozir boyaka sabunga tegmay. Endi men Borini ber. bo'lmish basman endi men mana solaveraman sizni shuna qilib. Meni urmayman, meni ko'tarish kerak emas. Qarab turing. Ey, nega men nazarimga tegyapsan? Bitta qilich. Endi keling, birga bir chiqasizmi men? Ko'ryapsizmi? Men kuchayib ketdim. Meni ustimdan kulib yurarmidingiz zo'r paytlar? Endi unaqa bo'lmish qolmadi. Endi eng kuchli Azizbek bor. La'nati, boyakaligi bilinyapti baribir. O'ldirdim. Men boyakani o'ldirdim. Men yutdim. Va nihoyat mana shu uy meniki. Va nihoyat meni uyim endi bu. Meni yutdim. Bu endi meniki. Bu meniki endi. Va bu uy meniki. Shuncha almos, shuncha narsalarim. Ko'ryapsizlarmi? Albatta, intilaversa odam bir kun hammasiga erishadi. Men kabi xuddi kimdir sizni istaklaringizni yo'q qilsa, meni hikoyamni sizda bering. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha narsaga erishdim. Ko'zim ham yetmayapti edi. Boshlanishiga bir narsam yo'q edi meni. Shuncha narsaga erishdim. Hattoki bitta uy bor menda almosdan. Sizlarga yoqtirgan umiddaman. Shuncha kurashdim axirman. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos kanalga obuna bo'linglar. Biz oxir 100 ta bo'lishimiz kerak. Hayır.